Assalomu alaykum. Hurmatli Toshkent viloyati hokimi Mirzayev Zoiraka Toyirovich. Men Begobod shahar Bobur mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Karabayeva Mahfuza Berdimurodovnaman. Internet jahon axborot YouTube tarmog'i orqali namoyish etilgan Toshkent viloyati hokimligi sizning rahbarligingizda bo'lib o'tgan ommaviy sayyor qabulga Begobod shaharidan borgan Umida ismli fuqaro o'zining uydirma, yolg'on, bo'xton gaplari bilan jinoyat ishlari bo'yicha Begobod tuman sudiga nisbatan tuhmatlar qilib, qabul vaqtida sizga yolg'on ma'lumotlar berdi. Ushbu fuqaroni yolg'on, tuhmat gaplari bilan aytishicha, go'yoki mahalla raisi guvoh bo'lib o'tayotgan joyda unga ayblov e'lon qilishdi dedi. Hech qanday ayblov isbotsiz deb Umida degan shaxs sudni obro'sizlantirib, o'zining yolg'on gaplari bilan sudga nisbatan tuhmatlar qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Begobod tumani sudi sudyasi qonun bilan odil sudlovni amalga oshirdi va o'z vazifalarini vakolatlaridan chetga chiqmagan holatda professional asosda amalga oshirdi. Adolatli sud bo'lib o'tdi. Isbot sifatida sud zalidagi doimiy yoniq turgan sud jarayonlari tasvirga tushirilgan kameralar va audio zapislarni aytib o'tishim o'rinlidir. Hurmatli jinoyat ishlari bo'yicha Begobod tumani sudi sudyasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Odil sudlovni faqat qonunlarga bo'ysunib amalga oshirgani uchun, adolatni qonuniy o'rnatgani uchun rahmatlarimni aytaman. Va sud jarayonlarida qatnashgan prokurorlarga ham minnatdorchiligimni bildiraman. Qabulingizda bo'lgan Umida degan shaxsga nisbatan esa sudga nisbatan qilgan uydirma, yolg'on, tuhmat gaplari uchun qonuniy chora ko'rilishini so'rayman. Umida degan shaxsga nisbatan ham shaxsiga aniqlik kiritilishini, ya'ni ushbu shaxsning o'zi muqaddam sudlanganlik holati bo'lganmi, yo'qmi, aniqlashtirilishini so'rayman. Sababi ogohlik davr talabidir. Doimiy tarzda xalqimizni ichki ishlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar firibgarlardan, giyohvandlik bilan shug'ullanganlardan ehtiyot bo'lishimiz uchun ogohlikka chaqirib kelishadi. Qabulingizda bo'lgan Umida degan shaxs o'zining turli xil uydirma, yolg'on, tuhmat gaplari bilan go'yoki mening farzandim 2 yildan buyon, bu yil 3 yil bo'ladi, hech kim ko'rmaganligini vaj qilib, maktab esa davomatda bor deb baholab kelinayotganligini aytib, ustozlariga, menga va farzandimga nisbatan ham qasddan bizlarni obro'sizlantirib, asossiz tuhmatlar qildi. Natijada sizning tasavvuringizda Begobod shahar shunchalik zaif bo'lib qolgandek, ya'ni ichki ishlar va hokimiyatni nufuzini tushirib yuborgani oqibatida uning tuhmatlaridan sizda shunday taassurot uyg'ondi. Aslida holat butunlay boshqacha. Shu sababdan qabulingizni so'rab murojaat qilyapman. Muqaddam ham turli epizodlar bilan og'ir jinoyat sodir etib, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan aybli deb topilib, shartli ozodlikka chiqqan vaqtda takroriy yana og'ir jinoyat sodir etganlikda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B bandi bilan va bir qator O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 28, 211, 228 moddasi 3-qismi bilan aybli deb topilib hukm o'qildi.
inkor etib bo'lmaydigan asos dalillar, ya'ni Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi xulosasi, jabrlanuvchi va guvohlarning asosli, o'z tasdig'ini topgan qonuniy hujjatlar bilan adolatli sud bo'lib o'tdi va hukm o'qildi. Bunday shaxs mahalla raisi bo'lib ishlashi, mahallani obro'siga to'g'ri kelmasligini inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm o'qilgani va sud hukmini amalda ijrosini ta'minlashni so'rab, qabulingizga kirishimni so'rab murojaat qilyapman. Sizga hurmat bilan Karabayeva Mahfuza Berdimurodovna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toyirich, men Bekoboddan keldim. Bobur Mufiy kengash, jamoatchilik kengashi raisiman. Furqat Xudoyberdiyev eshit, menga bobo 3 kundan beri Facebookda yozadi. Men. Bugun gaplashdik. Nima muammongiz bor, opa? Bizda mahallada bir ayol bor. Sal yozuvchiroq. U yozuvchiligi qayerdan boshlandi? Bu oilada nosog'lom muhit bor ekanda, uni qo'shnilarda aytish bo'yicha mahallada biz u nosog'lom muhitni o'rganish uchun uylariga borsak, eshikni ochmadi, kirgizmadi. U uyda voyaga yetmagan bir bola bor. Ya'ni uni o'g'li, 3-o'g'li. U o'g'lini ochish uchun eshikni ichki ishlarga murojaat qildik, prokuraturaga, hokimiyatga, hokim buvamizga murojaat bilan chiqdik. Shu eshikni ochinglarki, biz u bolani qanday ahvolda yashayotganini ko'raylik. 2 yildan beri u bola, bu yil 3-yil bo'lyapti, u bola hech kim ko'rmagan. Hech bir inson ko'rmagan. Maktab davomatda bor deb beryapti, baholanib kelyapti shu kungacha. Maktabga borib, nimaga baholayapsan? Yo'q, bolaga desak, uni tushuntirishni xohlashmaydi. Bizga shunaqa buyruq kelgan. Kim buyruq berdi? Biz u bolani tirikmi, notirikmi, qanday ahvolda, ruhiyati qanday, hech kim bizga javob bera olmadi. Necha yoshli bola? U bola voyaga yetmagan, menimcha bu yil 9 yo 8-sinf bo'lishi kerak. Maktabga umuman bormaydi. Maktabga umuman bormaydi. Uyga bu yil chiqarishdi, qarordir. Bu yil uyda o'qitadi, lekin bir kun ham o'qimadi uyda. Negaki onasi unga qarshilik qiladimi bilmaymiz. Umuman o'qimaydi-da u bola. Lekin hamma joyda bor, davomatda. Xalq ta'lim boshqarmasi ishlayapti. Assalomu alaykum Toyir. Siz ham yozib oling. Ichki ishlar boshqarmasidan kim bor? Biz hokim buvamiz so'radik. U ayol men gapingizni tushundim. Uni podrobnisi menga kerak emas. Hozir boradi, ertaga siz topadi. Ikkalamiz mana voyaga yetmagan huquqni himoya qiladigan bo'lim bor ichki ishlarda. Shahar agar shuncha zaif bo'lib qolgan bo'lsa, hokimiyat bilan ichki ishlar biz viloyatdan odam yuboramiz. Xalq ta'limining rahbari o'zi boradi, joyiga boradi. Bunaqa holat bo'yicha maktablarga kiruv tashkilot juda ham bunaqa narsalar ko'payib ketdi. Mahalla, endi mahallamiz zo'r mahalla bo'lyapti-da, hokim bor. Juda o'zgarishimiz katta. Ishsizlik yo'q bizda. Ishsiz fuqarolar yo'q, ajrim yo'q. Hokim bor, mana borsangiz ko'rasiz, hamma joy o'zgarishlar yaxshi ketayotgan joyda, kechagina raisimizni guvoh bo'lib o'tayotgan joyida ayblov e'lon qilishdi. Hech qanday nimasiz, ayblov isbotisiz. Kim e'lon qildi? Zafar rayon Bekobod tumani. Hech qayerda isbot yo'q. Prokuraturami, ichki ishlarmi, sudmi, prokuratura? Sud e'lon qildi kecha. Yopiq berildi, 4,5 yilga uy qamog'i berildi, lekin shuncha isbotlarini olib borib berdik. Bular bir guruh ana o'sha bolani onasi aslida yozgan o'sha ayolda, lekin Bekobod shahar nimaga bunchalik qo'rqyapti bitta yozuvchi deb bir raisni ishlab turgan, yonib turgan raisni yem qilib beryapti-da bir yozuvchiga. Endi unchalik emasda biz bilmaymiz. Shuning uchun sizni oldingizga kelaylik dedik. Hamma joyga chiqdik. Javob yo'q bizga. Bizga umuman javob yo'q. Hech qayerda. Hozir mana men arzangizni qoldirib ketaymi, hozir ishchi guruh qilib, hozir o'zim nazoratga olib beraman. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bu
Nima deydi, og'zaki xabarimni jo'natishdan maqsad qo'shnim Qarabayeva Mahfiza. Men bu qizni 2005-yildan beri taniyman. Faqat hayoti, umri mehnat bilan o'tdi. Mehnat. Birorta qo'ni qo'shnisini uyiga chiqib g'iybat qilganini yo ko'chaga chiqib g'iybat qilib, birov bilan o'tirib, yulishib, yoqalashib, birovni g'ajigan joyini hech qachon ko'rmadim. Men faqat farzandlarimni, o'zimni kiyimlarimni shu qizga tiktirganman. Zavodga ishga chiqmasdan oldin faqat uyda o'tirib tikish qilardi. Mana shu bukilib yali tikib, shu non puli, uyini puli, gaz, svet, suvini pulini chiqarib, mehnat qilib, halol mehnat qilib o'tirgan qiz. Qizimni turmushga chiqardim, 10 talab, 20 talab ko'ylak tiktirdim, uni ham beminnat tikib berdi. Alloh rozi bo'lsin bu qizdan. Biron marta ko'chada yo birorta erkak bilan ko'rmadim, yo xiringlashganini ko'rmadim, yo birorta erkakka povod berganini ko'rmadim, yo uyga erkak olib kirganini ko'rmadim. Qo'ni qo'shnilar bilan yoqalashganini yoki bir g'iybatga aralashganini ko'rmadim. Men haqiqatni gapiraman, ko'rganimni gapiraman. Zavodga ishga kirdi, bolalarni produktasini olib kelib ovqatini qilardi-da, ishga ketardi. Ishdan charchab kelardi-da, yana ishdan tashqari, zavodda ishidan tashqari uyda chevarchiligini qilardi. Men ko'ylaklarni tikib bering desam, bir og'iz aytsam, xo'p opajon deb ikkita qo'li ko'kragida. Hech qachon kattani bepisandlik qilmaydi. Kattalarni hurmatini joyiga qo'yadi, kichkinalarni ham. Kim bo'lishidan qat'iy nazar insonni hurmatini joyiga qo'yadigan qiz bu. Juda aqlli, farosatli qiz. Ko'ylaklarni tikib bergan qiz. Lekin hech qachon bu qizdan men bir yomonlik ko'rgan joyim yo'q yoki yomon deb eshitgan joyim yo'q. Faqat umri farzandlarni tarbiyasi, farzandlarni boqish, mehnat. Hali ham bu qizni joni temirdan ekan. Shunchalik 3 ta bolasini katta qildi, o'qitdi, yegizdirdi, ish qizdirdi, tarbiya berdi. Men qoyil qolaman bunaqa ayollarga. Bu bechara zavodlarga ishga kirdi, odamlarni ko'ylak lozimini tikib pul qozondi, uyga produktda pulni qildi, faqat halollik bilan qildi. Birovning haqqini yegan joyi yo'q yoki o'g'rilik qilgan joyi yo'q, yo birovdan chiqib tilamchilik qilib bir to'g'ram non ber degan joyi yo'q bu qizda. Men qo'ni qo'shni bo'lib hech ko'rmadim birovning eshigiga kirib non ber yo ovqat ber deganini. Qiynalsa ham, och qolsa ham hech kimga tishini oqini ko'rsatgan yo'q. Ichida bo'ldi dardi. Eshigini 3 kargashni kirib ketadi, eshigini yopadi, bo'ldi. Даже podezga chiqib vala qilganini ko'rganim yo'q bu qizda. Bilmadim kim qanday nima deydi, lekin meni fikrim, ko'rgan narsamni aytaman. Hozirgacha ham mehnat bilan o'tyapti shu qiz. Rahmat, malades. Men bundaqa ayollarni hurmat qilaman. Shunaqa mehnatkash, halol ayollarimiz ko'payaversin.